bolam shu oyog'im juda ham og'riyapti qattiq. Kechalar uxlolmayman. Uyqu yo'q bolam. Doktorga olib bor. Xo'jayinim ham og'rib qoldilar, belda girjasi bo'lganligi uchun. Даже nonga pulimiz yo'q bo'lib qolganda. Qiynalib ketyapman. Yura olmasam. Men Jizzaxdan Samarqandga kelin bo'lganman-da o'zi. Institutga o'tganman, lekin Samarqandda ish topa olmadim. Ganoga kelishimdan oldin qaynonamga bolalarimni tashab, men abortsalik qilganman. Chunki bizga kunlik pul kerak. Poliyib yurgan vaqtimda sinfdoshim kirib kelyapti. Shunda ko'rganman-u, pul tayoq tashib qochganman-da. Misnoy adolga yashinganman. U ham ko'rib qo'ygan ekan, meni to'chni kelib turib, "Chiq jigar" deb chaqirdi-da. Endi hazillashib gapirasiz, sinfdoshim. Chiqib birinchi aytgan gapim nima bo'lgan? Meni sovxozga borib aytma deganman-da. U menga tushuntirgan. "Sen ahmoqmisan, yomon ish qilyapsanmi? Mehnatda zarari yo'q. Bir pachka chers bor, bilasizmi? O'shani olib sinfdosh sifatida oldi, qo'limga bunday berdi. Eldor chiqib ketgandan keyin kelganimda kassaga chekim qo'limda. Mana bu chersni yegim kelmayapti. Vazolat qilsam maylimi deb so'radimda. Chunki bir kunlik ish pulim 14 ming so'm edi. U chers 18 ming. Bir kunlik yuvgan pulimdan ko'p-da u. Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rniga kuldim charaqlab, Ganno olamida ko'p zavqni tuydim. Qarindoshlardan qarz olib qaynonamni davolatishni boshladik. Qaynonam kundan kun yaxshi bo'lyapti. Ustozlarim servisga borganda Vazira Umarova ustozi menga aytgandilar, "Kelin siz ishlasangiz bo'ladi" desa, "Yo'q, institutda o'qiganim uchunmi? Men qanaqadir firmalarda ishlamayman" deganman. O'sha gapni aytganim uchun afsus qilaman. Birinchi marta men olgan pulim 500 ming so'm pul chiqqanda menga. O'shanda pasobiya olib yashaydigan ayolman-da. O'sha 500 ming menga kuch berganda, bu yerda pul topsa bo'lar-ku deb o'ylaganman-da endi. Shunchalar kuch bergan, shunaqa taklif, shunaqa ishlaganman. Kulishni unutgan ayol edim-da. Hozirgi kunda orzuyimdagidek uyim, o'zimni shaxsiy mashinam, Malayziyaga borib sayohatlar qilish. Nahotki men shularga arzir edim. Hammasi bu sabrimni natijasi deb o'ylayman.